Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan aynan chanoq son bo'g'imi yemirilishi, ya'ni koksa-artroz haqida batafsil gaplashamiz. Videomizni oxirigacha kuzating. Aniq sizlar uchun foydali ma'lumotlar beramiz. Koksa-artroz bilan xastalangan barcha bemorlarga Alloh o'zi shifoi komil bersin. Umidsizlikka tushmang. Albatta ushbu kasallikning davosi bor. Xo'p, avvalambor koksa-artroz nimaligi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Koksa-artroz bu chanoq va son bo'g'imini yemirilishi hisoblanadi. Buni keltirib chiqaruvchi sabablar bizning nuqtai nazarimizdan quyidagilardan iborat. Eshitib turamiz. Xo'p, birinchi o'rinda ichki hazm a'zolarining buzilishi. Ya'ni bunga kiradi jigar, o't pufak, ichaklardagi o'zgarishlar hisoblanadi. Deylik, chanoq son bo'g'imi yemirilishi kasali bor bemorlarimizni 70-80% da o'tida, jigarida va albatta o'sha ichaklardagi muammolar bor. Va shu uchun biz ushbu sababni birinchi o'ringa kiritdik. Sababi bizni o'sha og'zimizdan kirayotgan mahsulotlar hammasi, hattoki dori-darmonlar yoki kalsiy deymizmi, shunga o'xshagan mineral va vitamin moddalar tanamizga yaxshi so'rilishi uchun bizni hazm tizimimiz yaxshi bo'lishi kerak. Agarda hazm tizimimiz yaxshi bo'lmasa, ushbu mahsulotlar kerakli joyga yetib bormaydi va o'sha suyak to'qimalari va boylamlar o'sha bo'g'imlarni mo'rtlashib yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin deb xulosaga keldik. Va shu uchun birinchi o'rinda hazm a'zolaridagi muammolarni aytishga qaror qildik. Ikkinchi o'rinda esa umurtqalar orasidan chiqadigan nervlarning siqilishi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, grijasi bor odamlarda aynan bo'g'im bilan miyani aloqasi uziladi, ya'ni tanani aloqasi uziladi. Nerv siqilsa, ana shu nerv innervatsiya qiladigan boylamlar, bo'g'imlar, mushaklarning ozuqalanishi kamayganini hisobiga ham ba'zi bir holatlarda qon tomirlarini ham nekrozga uchrashi aynan o'sha grijalarning hisobiga bo'ladi va shuni hisobiga bo'g'imdagi qon aylanishi buziladi, ozuqalanish buzilgandan keyin yemirilish kelib chiqishi ehtimoli oshadi. Bu aynan ikkinchi sabab. Sababi boyaga aytganimdek, biz kuzatayotgan tajribamiz shuni ko'rsatyaptiki, grijasi bor bemorlarda 60-70% da koksa-artroz uchraydi. Ya'ni kelajakda koksa-artrozga borish ehtimoli kattalashadi. Shuning uchun grijaga ham befarq bo'lmagan holatda aynan disk churrasini ham davolash, oldinroq davolab qo'yish juda ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uchinchi sababi esa aynan tanadagi mushak tizimining muvozanatini buzilishi. Deylik, mana shu maket misolida tushuntirib beraman. Mana bu chanoq son bo'g'imi bo'lsa, buni o'rab turuvchi mushaklar, qon tomirlar, nerv tomirlar bor, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak. Faqatgina mushaklar nazdida oladigan bo'lsak, har bir mushakni oldi taraf, yon taraf, orqa taraf va ichki tarafda ushlab turadigan, ya'ni bo'g'imni harakatga keltirib turuvchi mushaklarni o'zini normativ bajaradigan fiziologik, ya'ni o'zlarining xususiyati bor. Har bir mushak mana o'sha vazifasini o'z vaqtida kerakli holatda bajaradigan bo'lsa, mana shu bo'g'imga tushayotgan yuklama kamayadi va bo'g'im sog'-salomat, yaxshi holatda saqlanadi. Agarda mana shu mushaklarning muvozanati buzilsa, deylik, oldi tarafdagi mushaklar orqa tarafga qaraganda ko'proq yoki orqa tarafdagi mushaklar oldi tarafdagiga qaraganda ko'proq ishlaydigan bo'lsa, bo'g'imga tushadigan yuklama buziladi va ushbu yuklama buzilishini evaziga aynan bir sohaga nagruzka tushib, bo'g'imda ana o'sha joyda ishqalanish yuzaga keladi va shu yer yemirilishni boshlaydi. Bu aynan uchinchi sabab. Mana shu uchinchi sabab ham biz bemorlarni ko'rganimizda deyarli 80-90% bemorlarimizda, koksa-artrozga chalingan bemorlarda aynan mushaklarning buzilish holati juda ham ko'p. Xo'p, mushaklar aslida juda ham katta tizim hisoblanadi. Tanamizda 600 dan oshiq mushak bo'ladigan bo'lsa, har birini o'zini vazifasi bor. Bir qo'limizni bitta yig'ib ochishimiz uchun qanchadan qancha mushaklar ishlaydi. Har bir harakatimiz mushaklar evaziga bo'ladi va ushbu mushak tizimimizni doimiy nazorat qilish uchun
gimnastikalar qilib turishimiz kerak, doimiy harakatda bo'lishimiz kerak. Oldinlari insonlar ko'p harakatda bo'lishgan, yurish, o'tirish, turish, umuman olganda jismoniy harakatlar ko'p bajarilgan va ushbu harakatlar hisobiga insonni tanasi yaxshi saqlangan. Shu o'rinda ozgina lirik chekinish qilamiz va sizlarga qisqagina bir hikoya aytib beraman. Bizni bemorlarimizni ko'pi endi yoshi katta insonlar hisoblanadi. 60 ga kirgan, 50 dan oshgan, 70 ga kirgan bemorlar endi asosan tayanch harakat a'zolaridan muammosi bo'lgan bemorlar bo'ladi va bular yoshi katta bemorlar bo'ladi. Yoshi katta 70 ga kirgan yoki 80 ga kirgan, mana yaqinda biz safarda Qozog'istonda bo'ldik. O'sha komandirovkaga borib yo'lda ishlaganimizda hatto shu 92 yosh, 84 yosh, 88 yosh katta bemorlar kelishdi va ushbu bemorlarni ko'rganimizda ularda umumiy bitta narsani ko'ramiz, ya'ni yoshi ulug' va lekin o'sha deylik beli og'rigan, oyog'i og'rigan, lekin umumiy holati, tanasining holatini yaxshiligi faqatgina bitta sabab bilan harakat, kundalik turmush tarzida nimadir bilan mashg'ulligi, asablari va o'sha nima deydi, zerikib qolmasdan bir narsaga chalg'ib ishlarini qilib yurganligini hisobiga tanasi yaxshi saqlangan. Shu o'rinda sizlarga ham tavsiya qilamizki, dangasa bo'lmang, imkon qadar harakat qilishga, ko'proq ishlar, biron narsalarni bajarishga harakat qiling, o'zingiz qiziqqan mashg'ulotlar bilan shug'ullaning, o'zingiz suygan narsalar bilan shug'ullaning. Shunda inson ham ruhiy, ham jismoniy taraflama ancha sog'lom bo'ladi va bu bizni tanamizni salomatligini uzoq yillar vaqtlar davomida saqlashga yordam beradi. Istisno holatda og'riq qoldiruvchi tabletkalar yoki umuman olganda har qanaqa badlar deymiz, shunga o'xshagan hamma dori-darmonlar bizni tanamizni dangasa qilib, vaqtinchagina og'riqni qoldirishga, vaqtinchagina o'sha kasaldan og'rimay turishimizga sabab bo'ladi, xolos. Shuni unutmang. Shuning uchun bizni fanimizning nomi ham kineziologiya, kinezio degani harakat, logiya fan. Ya'ni insonni harakatidan kelib chiqqan holatda unga tashxis qo'yib o'sha kasallikni davolaydigan fan hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolamanki, aynan ko'ks artrozi bilan kasallangan bemorlar o'sha pastda aytganimdek ovqat hazm qilish tizimiga e'tiborli bo'lsa, o'sha nervlarini qisilib qolmaganligiga e'tiborli bo'lsa va mushaklarining doimiy harakatda bo'lishini ta'minlasa, olam guliston ushbu kasallik bilan yillar davomida yursa bo'ladi. Operatsiyasiz, hech qanaqa davo muolajalarisiz o'ziga e'tibor berib yurishini hisobiga albatta birinchi, ikkinchi va hatto 3-darajadagi bemorlar uzoq yillar davomida operatsiyasi ham o'zini mushaklarini ishlatib, o'sha to'g'ri ovqatlanib, vaqtida dam olib turib, bo'g'imini saqlab qolib, bizda hattoki keyslar bor. Biz o'shani videoni so'ngida rasmlarini qoldiramiz. Postli rentgen qilgan nimalarimiz bor. Ya'ni hatto 4-darajadagi bemorlar 2 ga yoki 1 ga tushgan keyslarimiz bor. Ya'ni davolagan bemorlarimiz bor. Shuning uchun aytmoqchimanki, 1-, 2-, 3-darajadagi ko'ks artrozi bor bo'lgan bemorlar tushkunlikka tushmasdan ushbu kasallikni davolashga harakat qiling. Ya'ni aynan bitta ukoldan yoki aynan bitta qanaqadir preparatdan yoki bitta qanaqadir ichiladigan giyoh bilan buni to'g'rilab bo'lmaydi. Bu butun insonning hayot tarzini, yashash muhitini, qilayotgan harakatlarini o'zgartirish orqali yaxshilaydigan kasallik hisoblanadi. Biz tajribadan kelib chiqqan holatda shuni tushunib yetdik. Bitta dorini ichasiz, tuzalib ketasiz. Yoki mana bitta operatsiya qilasiz, tuzalib ketasiz degan narsa yo'q. Sababi biz operatsiya qildirilgandan keyin ham hattoki og'riqlari qolmagan bemorlar bilan ham yuzlashamiz. Operatsiya qildiradi, bo'g'im qo'ydiradi, yana og'riydi. Yana o'sha reabilitatsiya, yana o'sha fizioterapiya, yana o'sha massaj, lecheniyalarni olish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilaman, o'sha insonlar hayot tarzini o'zgartirsin. Bemorlar o'zini fikrlashini, yeb-ichishini, harakatlarini o'zgartirsin. Shunda albatta yaxshi tarafga kasalligi ketib, sog'lom hayotga qaytadi, xudo xolasa. 4-darajali ko'ks artrozida esa bu biz doim buni 50-50 deymiz. Sababi 4-darajada butun o'sha tog'ay to'qimalari yemirilib, o'sha suyaklar ham qattiq uringan holatga kelib qoladi. Lekin bizning tajribamizda bir nechtalab 4-darajali ko'ks artrozlarini 2 ga, 1 ga tushgan o'z ko'zimiz bilan rentgenlar, qayta tekshiruvlar orqali
ko'rganmiz, ya'ni yaxshi bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun biz 50-50 deymiz, ya'ni operatsiyasiz ham o'sha 4-darajali ko'ks artrozni davolash orqali 3ga, 2ga yoki 1ga tushirsa bo'ladi va ushbu tushirilgan holatda keyinchalik operatsiyasiz ham o'zini o'zi muolaja qilib, mashqlar bilan, o'sha kinezioterapiya deydi, o'sha LFK deydi, ya'ni mashqlar qilib turib o'zini saqlab yursa bo'ladi va bu narsalar katta xarajat talab qilmaydi. Ya'ni operatsiya qildirsa ham o'rtacha 10 yil yoki 15 yilga o'sha garantiya beriladi. Ya'ni bo'g'imni qo'yilgan implantni sifatiga, implantni tanaga tushishiga yoki boshqa narsaga emas, o'sha qo'yilgan implantning sifatiga garantiya beriladi va ushbu garantiya ham o'rtacha 10 yil, 15 yilgacha xizmat qilib beradi. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilamanki, operatsiyaga shoshmang. Doim har bitta tana a'zoyingizni o'zini saqlab qolishga harakat qiling. Ushbu aytayotgan gaplarim meni gapim emas. Ushbu gaplar bizning ustozlarimiz o'sha Yevropada, Amerikada, mana shu rivojlangan davlatlarda, Rossiyada biz o'qiganmiz. O'sha har bir o'qigan ustozlarimiz shuni aytishadiki, insonning tanasi mo'jiza. Har bir a'zoyimiz, har bir nerv, har bir umurtqa, har bir mushak bu mo'jiza. Ushbu mo'jizani inson o'zi saqlab qolishga harakat qilish kerak. O'shaning uchun imkon qadar tanangizni o'zini saqlab qolishga harakat qiling. Imkon qadar tabiiy yo'l bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan, to'g'ri harakat bilan o'zingizni to'g'ri salomatlikka eltishga harakat qiling. Chunki har bir tanangizga kirayotgan ximik vositalar yoki qo'yilayotgan implantlarni xavf darajasi o'rganib chiqilgan va hech kim bunga 100% mana shuni qilsangiz yaxshi bo'lib ketasiz deb ayta olmaydi. Biz nima uchun qayg'urib, nima uchun mana shuni qiling, biz cho'nchagimizni qapaytirish maqsadida yoki hamma kasallarni yig'ib olib turib, mana bu yerda biz o'zimizni cho'nchagimizni o'ylash maqsadida emas. Umuman olganda bizni qilayotgan muolaja uslublarimiz inson tanasiga zarari minimal darajada, ya'ni yo'q desak ham bo'ladi. Yo'q bo'lganligi uchun shu narsalardan foydalanib muolaja qilinglar, shundan tuzalib ketinglar deb turib qayg'urib aytayapmizki, bizni qilayotgan muolajalarimiz ham unaqa qimmat yoki haddan tashqari ko'p mablag' talab qiladigan, ya'ni operatsiyaga ketadigan darajadagi katta pullar talab qiladigan muolaja turlari hisoblanmaydi. Deylik 3 million, 4 million, 5 million pul bilan ham muolaja olib turib rezultat qilsa bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, hayotingizga befarq bo'lmang, uni o'zgartirishga harakat qiling, yaxshi tarafga o'zgarishga harakat qiling. Bugun ko'ks artroz haqida mana shularni gaplashmoqchi edik. Alloh taolo hamma dardmandlarga, bemorlarga o'zi shifoyi komil bersin. Bizni o'sha bemorlarning tuzalib ketishiga ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilib sababchi bo'lib qolsak, albatta bundan biz xursand bo'lamiz va haqqimizga duoda bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Yuni Umid sahifamizga obuna bo'ling. Like bosish tugmasini albatta unutmang. Like bossangiz buni ko'plab odamlar ko'radi va ko'plab odamlarga foydasi tegadi. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. Alloh taolo hammangizga shifoyi komil bersin. Xayr, salomat bo'ling.